avtomatdan keyin ulaymiz. Bu xatoga aslo yo'l qo'ymang. Ko'pchilik quyosh panellarini o'rnatgan paytda xuddi shunday qiladi. Ya'ni quyosh panelini oladi, quyosh panelidan to'g'ri invertorga kirgizadi. Bu mumkin emas. Quyosh panelini qo'ygan paytda 3 talik himoya tizimi bo'lishi kerak. Bu siz uchun himoya qiladi perda xanchil va undan keyin uzib va oddiy avtomat. Perda xanchil tez korotka bo'lgan paytda ajratish uchun DC tokda yoy yuqori bo'ladi. Uzib bu zazemleniya va chaqmoqdan himoya uchun, oddiy avtomat qisqa tutashlardan himoya qilishi. Hozir ko'rsatib beraman. Demak, bu yoqda mana quyosh paneldan keladi, plus minus. Undan keyin keldik, perda xanchil qo'yamiz. Perda xanchildan keyin mana uzibga bu yoqda zazemleniyaga chiqib ketamiz. Uzibdan keyin keldik bizga avtomatga keldik va avtomatdan keyin mana bu yoqda ulaymiz. Bunga juda jiddiy e'tibor bering. Agar sizda quyosh paneli o'rnatilgan bo'lsa, bitta tekshirib qo'ying, qanday turibdi ekan. Agar 3 talik himoya avtomati qo'yilmagan bo'lsa, albatta qo'yib oling. Bu sizni uyingizni yong'indan, xavfsizlikdan asraydi va buni quyosh panelini chaqqon o'rnatuvchilarga jo'natib qo'yamiz.